Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi lokatsiyamiz biznesmenlar yoki yangi biznes boshlamoqchi bo'lganlar uchun bo'ladi. Biznes qilish uchun bitta zo'r lokatsiyadan joy chiqib qoldi. Bu obyektni ko'rib turgan bo'lsanglar, G'alaba mahalla, G'ofur G'ulom ko'chasida, shundoqqina mana Ulug'bek maktab. Bu tomonida mana bu Alishernoy maktab bo'ladi, bilasizlar. Mana shuni mahallani o'rtasida 3 sotixli, uzunasi 25 metr, ichkariga kengligi 12 metrdan iborat mana shu noturar obyektimiz chiqib qoldi. Bu zo'r taklif. Men bu tomoni hozirda amalda bu bolalar maydonchasi qilingan. Shuni yonida kompyuterxona, uni yonida bufet, undan keyingisi konstovar do'kon qilingan ekan. Endi bu yog'iga kim nima xohlasa qilsa bo'ladi. Zo'r takliflar bor, menda ham qilaman desanglar. Sal oldinroq mana shu yondagi do'konni ham o'zimiz sotgan edik. Xullas qarang, bu yerda nima qilsa bo'ladi? Yotoqxona qilish mumkin, o'quv markazi qilish mumkin, bog'cha qilish mumkin. Ichkari tomonidan hammomlar qilib qo'yib, oldi tomon uzunasiga Navoiyxona, magazin, yana nimadirlar xizmat ko'rsatish qilib qo'ysa bo'ladi. Xullas taklif ko'p, faqat qilish kerak. Hozir mana ichlarini ham birgalikda ko'ramiz. Xullas mana bu bolalar maydonchasi 3 sotix, uzunasiga 25 metr, ichkariga 12 metrdan iborat. Mana bu tomoni bolalar maydonchasi. Shuni yonida mana bu binomiz e'tibor qilinglar, to'liq metall karkas qilib, ichida MDF bilan obshivka qilingan. Anchagina metali ham bor buni ichida. Buzganda ham yaxshigina pul bo'ladigan narsa. Bunisi mana bufet. Bunisi bufet qilingan. Bufetimiz mana ko'chaga qaragan, ichkariga kompyuterxonaga qaragan fortichkalari bor. Orqadan eshigi bor. Shuni yonida hojatxonasi bor. Bu yerda bilsanglar, gaz, svet, suv, kanalizatsiya, hamma kommunikatsiya o'tgan. Любой biznes qilaman desanglar, nimadir kerak bo'lsa, xullas imkoniyat bor. Bu obyektimiz to'liq kameralashtirilgan, Wi-Fi-larigacha o'tgan, xullas hamma sharoit bor. Mana bu tomondan hovliga kirish qismi, mana bu qismi, ko'rib turgan qismlaring, bu foydalanishga yer maydoni, bu hujjatga yo'q. Foydalanishga kiritib olsa bo'ladi. Mana bu reshotkani olib, shundoq bu tomonga qo'tirsa ham bo'ladi keyinchalik. Xullas hozir bu tomonni ham ichkarisini ko'rib o'tamiz. Mana shu yoqda mana kiriladi. Bu tomonda ko'rib turibsizlar, mana bunaqa naves qilingan. Mana shu navesni o'ziga ham hozirgi kunga qilaman desanglar, ancha pul ketadi. Buni metallini o'zi ancha pul bo'ladi. Mana shunaqa naves qilingan. Bu do'konimizda orqa qismi, mana bu hovlichasi obyektimizda. Mana bu yopiq eshikni ochayotmadik, bu hojatxona, как положено kanalizatsiyaga ulangan. Bu bufetimizda eshigi, mana kiradigan joyi. Mana bunisi kompyuterxona bo'lgan. Undan oldin kafe bo'lgan. Mana bu hozir svet o'chirib qo'yishgan, ishlatilmagan uchun svetlarni o'chirib qo'yishgan ekan. Mana bu tomondan ko'rinishi sal qorong'u, endi iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Xullas bu tomon qorong'u ekan. Mana bu to'rda sharsharalar qilingan, bir vaqtlar kafe bo'lganda. Mana bu kompyuterxona bo'lgan. Xullas buni ichi to'liq obshivka bo'lgan, metall karkasdan bo'lgan to'liq. Temirining o'zi palon pul turadi. Xullas bu obyektimizni biznes qilaman deganlar uchun zo'r obyekt. Aytib o'tdim, yana undan boshqa bizneslar qilish mumkin. Xullas biznes qilsa variant ko'p. Faqat qilish kerak. Bu obyektimizni egalari 35 ming deb qo'ysak degandalar. Men aytdim, aka,
shu bo'layotgan joyini shu kelishtirib qo'yaylik-da, xalqni o'ylagan holatga. Xullas $32.500 deb qo'yilibdi obyektimizning narxi. Yana savdolashadigan joyimiz bor. Telefon qilinglar, pastda nomerlarga gaplashamiz, kelishtirib olib beramiz. Podpiska bosib, like bosib, mana shunaqa joy qidirib yurganlar bo'lsa, bu videoni tashlab qo'ysanglar, manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.